Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Saroq Gaming. Bugun akalar sizlar bilan shuni Matiz o'rganib olamiz. Bugun Matizdan o'rganib olamiz sizlar bilan. Anchadan beri video qo'ymoqdim. Endi boshlayman hammasini. Bitta ish qilishda davom etasizlar. Bu Matizda tuni qilishdan maqsad sizlarga podarka qilish. Shu Matiz o'rganib bo'lsa tuni qilamiz. Tuni qilgan xudo xohlasa tuni qilib shuni obunachilik beraveramiz. Endi men sizlarga YouTube orqali video ko'rsataman. Mana akalar yetib keldi hozir. Shuni kirib ichkariga Matiz olamiz. Biroz videoni to'xtatganim sababi akalar sizlarga cho'zilib ketadi, sizlarga ham yoqmaydi. Keyin u sizga ham menga vaqtim tejiladi, men misol uchun sizga ham tejiladi. Endi Matiz olamiz. Matiz o mana. Undan so'ng 500 ekan. 500. Hozir o'qiganim sabab rangini o'zgartiramiz. Endi akalar videoni arzimasga yetgandan keyin sizlarga ko'rsataman. Mana akalar yetib keldik. Endi hozir Matiz olamiz-da tuni bilan boramiz. Sekin joylashtiramiz. Aytgancha mashina meniki, Semyaniki. Semyada mana mashinalarimiz, o'zim mashinalarim mana. Ko'rib turganingizdek. Mana bizning Matiz stoycha o'tiribdi. Endi sekin otlanamiz tuni qilgani. Qo'limni narsalar xabar bermaslar. Tez kirib, tez video olib chiqib ketaman. Bu toshlar yaxshi. Endi nima bir marta ham hisob ko'rmaganman. Yaxshi ekan. Mana buyoqdanchi. Ancha kirmadim o'yinga. Esimda yo'q. Hatto nima bo'ldi? Esim adashmasam shu tomonda bo'lish kerak edi. Adashmasam shu tomondan chiqardi. Mana akalar. Sekin kirib pul qolsa stilni to'g'rilaymiz birinchi. Bunda hech nima yo'q ekan. Ana chiqib ketdi. Shu kirmayapti. Mana kirdi. Rangini o'zgartiramiz albatta. Chunki qora menga yosh yoqadi. Disklarga keltirgan bo'lsa, men bizsini qilib 275 mingga. Rangi ularga tegmaymiz. Mana chiqib ketishim bo'ldi to'g'risi. Menga juda yoqmaydi mashinasi. Zavodchilar to'g'rilib bersa yaxshi bo'lardi. Narsalarni olamiz. Bu neon unchalik tortmaydi ham. Maslahat bermayman olishinglarni. Lekin tonirovkaga kelganda har safar olinglar. Tonirovka menga yoqqani uchun har safar o'zimnikini to'g'rilayman. Ko'rasizlar, faqat full qonun. Tonirovka yaxshi-da. Qaranglar. Hech nima o'zgarmaydi ko'rayotganingizda. Tushiraylikmi deyman, ko'taraylikmi? Mana o'ynagan. Full akalar mana. Ko'rasizlar. O'zinglar ko'zinglar bilan to'ying qildim mana. Ertaga bugunga berayotganda men hali hech qilib ko'rmaganman. Dvigatelmi turboni? Qaysi bir yaxshi ekan? Mana yaxshi akalar. Dvigatel yaxshi deb o'ylayman. Mana shuni qilib ko'rdik endi men tavakkal. Voy, pul yetmayapti-da. Ammo sizlarga qilamiz. Endi akalar pul qoldi, nomerga boramiz.
nomer 400 dan qilamiz. Mana akalar ko'rayotganingizda Matizcha. Buni akalar halindan yetdim sizlar ham. O'zgarishga uramiz. Voy, yonga o'tyapti-yu. Yomon ekan lekin. Vashshi zo'r bo'ldi. Ana. Shuni holatlarni olib turadi. Xatnomizlar. Ana ko'rasizlarmi? Akalar otvoradi. Yomon emas bu. Yomon emas. To'g'risi boladan to'g'ritamiz. Nima bo'ladi? Bu dardan cho'tki taqaveradi. Shamas ketdi. Ana keldi mana. Nomerga Rossiya, albatta Rossiyani olamiz. Matiz. Yo, to'g'ri kelmaydi. Yaxshilari ham chiqmaydi, men ko'rib turgandek. Mana shularni yoqtilagan akalar. Sotib olamiz. Men ko'rganingizda 70 ming ketdi shunisiga. Mana. Ko'rib turganingizda bu degandayda. Akalar sizlarga aytib o'tganimda mana savoq mana odamni yozishadi, tanishadi. Eski o'yinchilar bilishadi mana. Akalar kirasizlar. Mashina olib ketadi. Просто sizlardan so'raladigan 50 like qilinglar. Shu videoni komment yozinglar, men kommentdan oldim tanlab olaman sizlarni.